Ayni paytda Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanining 20% aholisi toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Ko'rsatkichlarni oshirish maqsadida qariyb 13 million dollar mablag' evaziga Amudaryo havzasida maxsus suv tozalash inshooti qurilmoqda. Inshoot ishga tushirilsa, tuman aholisining 80%ni toza ichimlik suv bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Manzilda bo'lgan muxbirimiz qurilish jarayonlaridan batafsil so'z yuritadi. Manzilda quvvati sutkasiga 40 ming metr kub bo'lgan suv tozalash inshootini qurish ko'zda tutilgan. Bu yerda jami 66,5 ming metr kub bo'lgan suv tindirish havzasi, ko'tarma nasozlari, suv tindirgichlar, xlorlash stansiyasi va shu kabi bir qator obyektlar o'rin olgan. Mazkur Amudaryo tumanida qurilayotgan mag'it suv tozalash inshootimiz 11 gektar joyda joylashgan bo'lib, bunda 20 ta podobyektlar joylashgan. Bu yer ishga tushgandan keyin sutkasiga 40 ming kub ichimlik suvi aholiga yetkazib beriladi. Bu yerda o'tgan yil fevral oyida ish boshladik. Hozirgacha ishlarimiz 80% ga yaqinlashib qoldi. Amudaryo havzasida davom etayotgan qurilishlar yakuniga yetgach, tumanda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash yangi bosqichga ko'tariladi. Tumanning qariyb barcha mahallalariga toza ichimlik suvi yetib boradi. Hozirgi kunda bugun kelib turgan o'sha obyektimizning o'zi mang'it suv tozalov inshooti bo'lib, sutkasida 40 ming metr kub suvni tozalov hamda xalqqa yetkazib berу quvvatligina ega. Bu o'sha qurilmamiz ishga tushish natijasida Amudaryo rayonining 80%ni ichimlik suv bilan yetkazib beradi. Shunday keyingi bosqichda 100% xalqni suv bilan ta'minlash reja qilingan. Daryodan kanal orqali suv keladi, tabiiy suv tindirgichga kelib tushadi. U yerdan nasozlar orqali, birinchi podyom nasozlar orqali priyomniy kameraga kelib tushadi. Priyomniy kamerada reagent, ya'ni koagulyant qo'shilib, mexanistik kamera xlopobrazovaniyaga o'tadi. U yerda koagulyant yaxshilab aralashtiriladi-da, gorizontalniy отстойniga tindirgichga kelib tushadi. U yerda suv tindirilib, filtrovalniy stansiyaga o'tib tushadi, mana shu turgan joyimizga. Bu yerda kvarts va pesoklar orqali filtrlanadi ichimlik suvimiz. Keyin bu yoqdan chiqish trubalari orqali chiqib, 3000 kubdan 2 ta rezervuarimiz bor, o'shalarga borib tushadi. Shu borib tush jarayonida ular xlorlanadi, trubalar orqali qo'shiladi nasos bilan. Bu kabi keng ko'lamli qurilishlardan maqsad aholining farovon turmush tarzini ta'minlash va inson manfaatlari degan ezgu tamoyilni amaliyotda isbotlashdir. Zafarbek Artiqbayev, Miros Davletbayev ovozi informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan.